Vegetativ nerv tizimi orqa miya bo'ylab va undan chetda joylashgan nerv tizimlari alohida tutamlar va nerv tugunlarining chiganlaridan iboratdir. Vegetativ nerv tizimining alohida tutamlari ovqat hazm qilish, qon aylanish, nafas olish va boshqa organlarda joylashgan bo'lib, ichki organlarning faoliyatini idora qiladi. Vegetativ nerv tizimidan uning markazlari gipotalamusda, orqa miyaning kurak va yuqori bel segmentlarida joylashgan va parasimpatik nerv tizimlaridan uning markazlari o'rta miyadagi turli tepalikda va rolik ko'prigida, uzunchoq miyada va orqa miyaning dumg'aza qismida joylashgan. Simpatik va parasimpatik nerv tizimi ichki a'zolar faoliyatida idora qilishda o'ziga xos antagonistlar qarama-qarshi bo'lib, bir organ faoliyatini qarama-qarshi holatga keltiradi. Masalan, simpatik tizim yurak faoliyatini tezlashtirsa, parasimpatik tizim esa bu faoliyatni susaytiradi. Organizmning me'yordagi faoliyati simpatik va parasimpatik vegetativ organ tizimining ma'lum bir muvozanatida saqlanadi. Vegetativ nerv tizimi emotsional kechinmalarda katta rol o'ynaydi. Odamlarning ko'pincha psixologik jarayonlarini, xususiyatlarini va holatlarini idora etishda retikulyar formatsiya alohida rol o'ynaydi. Retikulyar formatsiya orqali miyada uzunchoq va keyingi miyada joylashgan nerv tolalari tarmog'i bilan o'zaro birikkan to'rsimon tuzilmadir. U bosh miyaning elektrik faoliyatiga, bosh miya qobig'ining funksional holatiga, qobiq osti markazlariga, miyachaga va orqa miyaga ta'sir qiladi. Ilmiy psixologiyada miya psixikaning organi sifatidagi o'rganish tarixi ikkita yo'nalishda borgan organizm va muhit munosabatlarini idrok etish asosini o'rganish va miyaning alohida tuzilmalarini morfologiyasi va funksiyasini ochishdan iborat. Dekart tomonidan 17-asrda refleks tushunchasini fanga kiritilishi, organizm va muhit ta'siri asoslari ochilishi borasida muhim nazariyalardan biri sifatida rol o'ynaydi. Refleks organizmning tashqi va ichki taassurotlariga markaziy nerv tizimi orqali bergan javob reaksiyasidir. I.M. Sechenov 1829-1905 tomonidan amalga oshirilgan bu tushunchaning rivojlanishi va bu mexanizmning barcha psixik jarayonlarga tegishli ekanligi shunga olib keladiki, ilmiy psixologiyada determinizm tamoyili uzil-kesil o'z tasdig'ini topadi. Inson hayotida reflekslarni yuqori baholab, I.M. Sechenov tomonidan quyidagicha ta'rif beriladi. Ongli va ongsiz hayotning barcha aktlari, harakatlar kelib chiqishi usuliga ko'ra, mohiyatiga ko'ra reflekslardir. Reflektor aktda I.M. Sechenov 3 ta bo'g'imga ajratadi. Birinchi bo'g'imda sezayotgan to'pning ta'sirlanishi nerv qo'zg'alishiga aylanadi. Ikkinchisida qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlari asosida o'ziga xos ravishda axborotni qayta ishlash va qaror qabul qilish ro'y beradi. Uchinchida buyruqni amalga oshiruvchi organlarga, muskullarga va bezlar va hokazolarga uzatish. I.P. Pavlov 1949-1936 yillarda Sechenovning bosh miya reflektor faoliyatini o'rganish borasidagi g'oyasini rivojlantirib, refleks tushunchasiga yangi mazmun kiritdi hamda shartli refleksning hosil bo'lish asoslarini yaratdi. Refleksning ikki turi farqlanadi: shartsiz va shartli reflekslar. Shartsiz reflekslar tug'ma bo'lib, hayotning dastlabki kunlaridan va keyinchalik hech qanday tajribasiz, malakasiz namoyon bo'la boshlaydi. Masalan, igna sanchilganda qo'lni tortib olinishi, ovqatning og'iz bo'shlig'iga tushgandagi so'lakning ajralishi. Shartsiz refleksning markazlari turlichadir. Shartsiz reflekslar yoylarning tutashuvchi orqa miyadan va boshqa miyaning o'sishida ro'y beradi. Shartli refleksning hosil bo'lish xossasi sohasi bosh miya bo'stlog'idir. Shartli ta'sirlagich organizmning hayoti uchun muhim bo'lgan qandaydir hodisaning mavjudligi haqida, ma'lum ovqatning mavjudligi, xavf-xatarning paydo bo'lishi haqida xabar beradi. Shuning uchun Pavlov bosh miya qobig'i faoliyatini signal faoliyati deb nomladi.
Pavlov shartli reflekslar metodida foydalanib, shuni aytadiki, bosh miya katta yarim sharlari faoliyati organizmning ichki muhitdan va tashqi muhitdan nerv tizimiga kelayotgan ko'pgina ta'sirlovchilarning analiz va sintez jarayonlaridan iborat ekan. Analiz va sintez Pavlov tomonidan analizatorlar deb ham nomlangan o'ziga xos nerv tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Analizatorlar bu nerv fiziologik apparat bo'lib, periferiyadagi nerv uchidan reseptor, sezuvchi nervlar, o'tkazish yo'li va bosh miya qobig'ining tegishli qo'zg'atuvchisini qabul qiluvchi sohadan iboratdir. Pavlovning birinchi va ikkinchi signal tizimlari to'g'risidagi ta'limoti ilmiy psixologiya uchun katta ahamiyatga egadir. Hayvonlar uchun borliq katta yarim sharlarning ta'sirlagichlar va ularning izlari bilan signallashib, ular organizmning ko'rish, eshitish retseptorlariga bevosita kelib turadi. Bu birinchi signallar tizimi bo'lib, odam va hayvonlarda umumiydir. So'zlar ikkinchi, maxsus insoniy signal tizimini tashkil etadi. So'zlar narsa va hodisalardan kelayotgan signallarning o'rnini egallagani uchun Pavlov tomonidan signallar signali deb nomlangan. Ikkinchi signal tizimining mohiyati birinchi signal tizimidan ajralmagan holda bevosita to'liq tarzda iboradi. Ikkinchi signallar tizimi tafakkur va nutqning fiziologik asosi hisoblanadi. Refleksning klassik tushunchasi yordamida psixik faoliyat asosini tushuntirishdagi muhim kamchilik shundan iboratki, refleks tizimi inson psixikasining idora etuvchi va o'zgartiruvchi rolini tushuntirib bermaydi. Pavlovning shogirdlari va izdoshlari bu kamchiliklarni reflektor organik tizimi tushunchasini reflektor halqasi tizimi tushunchasiga o'zgartirish yo'li bilan yechishga intiladi. Nerv tizimining reflektorlik faoliyati borasidagi qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ular tomonidan turli sxemalar ishlab chiqilgan. Jumladan, Bernstein bo'yicha reflektor aylanishi quyidagicha ko'rinishga ega. Bernstein bo'yicha reflektor aylanasining tuzilishi. Psixikaning fiziologik asoslarini ochish muammolariga hayotning ko'p yillarini bag'ishlagan rus fiziologi P.K. Anoxin 1898-1974 qaytarma affermatsiya tizimlarini aniqladi. Natijada harakat akseptori deb nomlangan harakatni rejalashtiruvchi va idora etuvchi o'ziga xos funksional organlarga ajratildi. Fanda ilmiy soha sifatida frenologiyaning asoschisi F. Gall 19-asrning boshlarida odamlarning turli qobiliyatlari, hatto kalla suyagning yuza qavatidagi turli nerv to'qimalari uchrab turadigan joyning kuchliroq rivojlanishi bilan bog'liq deb isbot qilishga harakat qilgan. Alohida psixik funksiyaning bosh miyasini ma'lum bir qismlarga tegishli ekanini, uning lokal joylashish jarohatlanganligida kuzatishgan. Shu yo'l bilan bir chap yarim sharning 3-peshona burilishida nutq artikulyatsiyasini, talaffuzini amalga oshiradigan bronka markazi uni aniqlagan fransuz atomi P. bronka nomi bilan atalgan. So'ngra esa o'sha chap yarim shar yuqori chakka burmasining orqa qismida nutqni tushunish idora qiladigan Wernicke markazi uning ochgan nemis psixiatri K. Wernicke nomi bilan atalgan. Mashhur neyropsixolog A.R. Luryaning fikricha, aynan shuning uchun miyaning cheklangan sohalaridagi psixik funksiyalarni lokalizatsiyalash vazifasi ushbu funksional tizimni amalga oshiradigan birgalikda ishlovchi miya zonalarining o'sha tizimini tahlili, boshqacha aytganda, qanday qilib funksional tizim bosh miya apparatlari bo'ylab tegishli tizimlar bo'ylab joylashganligini tahlili vazifasi bilan almashtirilishi lozim. Inson miyasining funksional tuzilishini A.R. Lurya 3 ta blokka ajratadi. Birinchi blok energetik blok. U miya po'stloq qismining normal ishlash tonusini ta'minlaydi. Miya po'stining yuqoridagi qismida joylashgan ikkinchi blok axborotni qabul qilish, qayta ishlash va saqlash bloki. Ikkala yarim sharlarning orqa qismiga ega chakka va ensa qismida joylashgan. Uchinchi blok faoliyatni dasturlashtirish, boshqarish va nazorat qilishni ta'minlaydi. Peshona qismida joylashgan. Odam va hayvonlar miyasining funksional tizimida muhim farqlar kuzatiladi. Hayvonlarning ikkala yarim sharlari bir xil qiymatga ega bo'lgan bir vaqtda, odamlarning chap yarim shari odamda dominanta hukmron bo'lib, o'ng miya yarim shari esa unga bo'ysungandir.
va bu o'ng qo'lning yetakchi roli bilan bog'langan. Chapaqaylarda bunday dominantalik yoki o'chib ketadi yoki o'ng yarim sharga o'tadi. Chap miya yarim sharida odamning xatti-harakatlari va faoliyatining murakkab shakllarini idora etish bilan bog'liq bo'lgan nutq markazlari joylashgan. Bu markazlarning buzilishi mantiqiy grammatik operatsiyalarning sematik, afaziya va tafakkurning ijodiy shakllarini buzishga olib kelsa, ayni shu damdagi o'ng miya yarim shar xuddi shunday sohalarning buzilishi esa idrokning tasavvur komponentlarini va emotsional jarayonlarini buzadi. To'plangan ilmiy ma'lumot asosida shuni ta'kidlash mumkinki, chap miya yarim sharning miya o'ng yarim sharining ishiga nisbatan differensiallashganidir. Odam bosh miyasi miya katta yarim sharining ixtisoslashgan funksiyasining mavjudligi haqida ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan. Chap yarim shar xronologik tarkib, xarita va chizmalarni o'qish, nomlarning izlarini, belgilarini yodda saqlab qolish, nutq faoliyatini, mohiyatni his etish, olamni xursandchilikka osoyishta ko'rish, batafsil idrok qilish vazifasini bajaradi. O'ng yarim shar esa o'tayotgan vaqt, aniq makon, tasavvurlar, aniq voqealarni yodda saqlab qolish, emotsional holatni idrok etish, olamni g'amgin holda ko'rish, yaxlit idrok qilish. Odamning har bir psixik jarayonini, holati va xususiyati butun markaziy nerv tizimining faoliyati bilan bog'liqdir. Ong haqida tushuncha. Ong psixikaning eng yuksak darajasi bo'lib, u faqat insongagina xosdir. Ong ijtimoiy tarixiy sharoitda odam mehnat va faoliyatning tarkib topishida til yordamida boshqa kishilar bilan doimiy munosabatda bo'lish natijasidir. Bu ma'noda ong mutafakkirlar ta'kidlab o'tganlaridek ijtimoiy mahsulotdir. Ongning birinchi xossasi bu anglash demakdir. Inson ongi tevarak atrofdagi tashqi olamga doir bilimlar yig'indisidan iboratdir. Anglash tashqi olamdagi narsalarni tushunish bo'lib, uning tarkibiga muhim bilish jarayonlari kiradi. Ongning ikkinchi xossasiga binoan, ongda obyekt bilan subyekt o'rtasidagi aniq farq o'z ifodasini topadi. Ya'ni odam men degan tushunchani men emas tushunchasidan farqini ajratadi. Odam o'zini bilish qobiliyatiga ega bo'lgan, ya'ni psixik faoliyatida o'z-o'zini tekshira oladigan yagona mavjudotdir. Ongning uchinchi xossasiga asosan ong yordami bilan odamlarning maqsadini ko'zlash faoliyatda ta'minlanadi. Faoliyat maqsadlarini yaratish ongning vazifasiga kiradi. Bunday faoliyat motivlarni yuzaga keltiradi va chamalab ko'riladi. Irodaviy qarorlar qabul qilinadi. Harakatlarning bajarish yo'llari hisobga olinadi. Ongning to'rtinchi xossasiga asosan turli munosabatlardan ongli ravishda turli his-tuyg'ular yuzaga keladi. Ong kishilar munosabatining yig'indisidir. Ong yuzaga kelishining asosiy sharti vositasi tildir. Psixikaning eng quyi darajasi ongsizlikdir. Ongsizlik bu shunday psixik jarayonlar va hodisalar yig'indisiki, unda inson o'z xatti-harakatlariga javob bermaydi, anglamaydi. Bunga tush ko'rish, ba'zi patologik holatlar, alahlash, gallyutsinatsiya kabilar kiradi. Xulosa qilib aytganda, psixologiya hayot faoliyatining o'ziga xos shakli bo'lib, psixik rivojlanishning qonuniyat va mexanizmlarini o'rganuvchi fandir. Psixologiya fanining asosiy vazifasi psixik hodisani o'rganish va ilmiy asoslashdir. Psixik hodisalar ma'lum qonuniyatlarga bo'ysunadi. Psixologiya shunday qonuniyatlarni mohiyatni ochishga, ularni tarkib topishi va rivojlanishni o'rganishga qaratilgan. Ushbu qonuniyatlarni bilish, ularni boshqarish, tashkil etish, ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri olib borishga yordam beradi.